Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz nutq uslublari va uning xususiyatlari deb nomlanadi. Avvalo uslubga to'xtalib o'tsak, uslub tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bog'liq vazifalarga ko'ra ajralishi. Uslubiyat tilshunoslik fanning bir bo'limi bo'lib, nutq jarayonida til hodisalarining maqsadga, sharoitga va muhitga mos ravishda foydalanish qonuniyatlari bilan tanishtiradi. Uslubiyatda uslublar, til vositalarining nutqda qo'llanilish yo'llari, fonetik, lug'aviy, frazeologik va grammatik birliklarni qo'llanish xususiyatlari o'rganiladi. Adabiy tilning ijtimoiy hayotdagi ma'lum bir sohada qo'llaniladigan bir qancha o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lgan ko'rinishi adabiy til uslubi deyiladi. Uslub orqali so'zlovchi shaxs, narsaga, voqealarga shaxsiy munosabati aks ettiriladi. Adabiy tilda quyidagi asosiy nutq uslublari bor. Birinchisi so'zlashuv uslubi, ikkinchisi rasmiy uslub, uchinchisi ilmiy uslub, to'rtinchisi publitsistik uslub, beshinchisi badiiy uslub. Ayrim darsliklarda so'zlashuv uslubidan boshqa barcha uslublar kitobiy uslub degan umumiy nom ostida beriladi. Har bir uslubni yaratuvchi vosita mavjud. Bular quyidagi turlarga bo'lish mumkin: leksik vositalar, sinonimlar, omonimlar, antonimlar, paronimlar, ko'p ma'nolilik, tag ma'no, sheva, noodatiy so'zlar, jargon, argon, so'kishlar, qarg'ishlar, kasb-hunar so'zlari, mubolag'a, giperbola, arxaik va tarixiy so'zlar, atamalar. Ikkinchisi fonetik vositalar, nutq tovushlari, ohang, urg'u. Uchinchisi grammatik vositalar, morfologik vositalar, har bir so'z turkumi, sintaktik vositalar, gap bo'laklari, ritorik so'roq gaplar, undalma, kirish so'z, kirish birikma, sodda va qo'shma gaplar kiradi. Ma'lum bir uslubga tegishli bo'lgan so'zlar uslubiy xoslangan so'zlar deb yuritiladi. Yanglig' so'zi badiiy uslubga, omonim, sinonim so'zlari ilmiy uslubga, balli, ketvorgan kabi so'zlar so'zlashuv uslubiga, faollar, yig'ilish, siyosiy, maydon kabi so'z birikmalari ommabop uslubga xosdir. So'zlashuv uslubida ham, kitobiy uslubda ham ishlataveriladigan so'zlar uslubi betaraf so'zlar hisoblanadi. Suv, tog', bola, xat. Bu so'zlar ko'chma ma'noda qo'llansa, ma'lum bir uslubga tegishli bo'lishi mumkin. Endi birinchi uslubga to'xtalib o'tamiz. Bu so'zlashuv uslubi. Uyda, ko'chada insonlarning o'zaro so'zlashuvida qo'llaniladigan uslub so'zlashuv uslubi deyiladi. Bu uslubning adabiy til me'yorlariga rioya qilinadigan ko'rinishi adabiy so'zlashuv uslubi deb yuritilsa, bunday me'yorlarga rioya qilinmaydigan ko'rinishi oddiy so'zlashuv uslubi deb ataladi. So'zlashuv uslubidagi nutq ko'pincha dialog shaklda bo'ladi. Ikki yoki undan ortiq shaxsning luqmasidan tuzilgan nutq dialog nutq deyiladi. So'zlashuv uslubida ko'pincha turli uslubiy bo'yoqli so'zlar, grammatik vositalar, tovushlar tushib qolishi, ortishi mumkin. Kep qoling, obbo, hamma ishni do'ndiribsiz, mazza qildik, keta qol. So'zlashuv uslubi gapda so'zlar tartibi ancha erkin bo'ladi. Piching, qochirimlar, kinoyalar ko'p ishlatiladi. Ko'proq sodda gaplar, to'liqsiz gaplar, undalmali gaplardan foydalaniladi. Ikkinchi uslubimiz bu ilmiy uslub. Fan texnikaning turli tarmoqlariga doir ilmiy asarlar, darsliklar ilmiy uslubda yoziladi. Mantiqiylik, aniqlik bu uslubga xosdir. Ilmiy uslub aniq ma'lumotlar asosida chiqarilgan ilmiy xulosalar, qoida, ta'rifga boy bo'lishi bilan boshqa uslublardan farq qiladi. Yomg'ir suyuq tomchi holdagi atmosfera yog'ini, tomchining diametri 0,5-0,6 millimetr bo'ladi. Ilmiy uslubda har bir fanning o'ziga xos ilmiy atamalardan foydalaniladi. Bu uslubda so'zlar o'z ma'nosida qo'llaniladi. Qoida va ta'rifning mazmunini ochishga xizmat qiladigan ajratilgan bo'laklar, kirish so'zlar, kirish birikmalar, shuningdek qo'shma gaplardan foydalaniladi. Keyingi uslubimiz bu rasmiy idoraviy uslub. Davlat idoralari tomonidan chiqariladigan qarorlar, qonunlar, nizomlar, xalqaro hujjatlar
rasmiy idoraviy uslubda yoziladi. Ariza, tilxat, ma'lumotnoma, chaqiruv qog'ozi, taklifnoma, shartnoma, tarjimai hol, e'lon, tavsifnoma, dalolatnoma, hisobot kabilar ham shu uslubda yoziladi. Bunday uslubdagi hujjatlar qisqa, aniq, barcha uchun tushunarli qilib yoziladi. Bu uslubning asosiy belgisi jumlalarning bir qolipda, bir xil shaklda bo'lishi. Bu uslubda ham so'zlar o'z ma'nosida qo'llaniladi. Ko'pincha ma'lum bo'lgan ayrim qisqartma so'zlar ishlatiladi. Har bir sohaning o'ziga xos atamalaridan foydalaniladi. Qaror qilindi, inobatga olinsin, ijro uchun qabul qilinsin, tasdiqlansin, yuklansin, tayinlansin kabi so'zlar va so'z birikmalari ko'p uchraydi. Keyingi uslubimiz ommabop publitsistik uslub. Tashviqot, targ'ibot ishlarini olib borishda qo'llaniladigan uslub, ya'ni matbuot uslubi ommabop uslub hisoblanadi. Soddalik, tushunarli bo'lish, ta'sirchanlik, adabiy til me'yoriga rioya qilish bu uslubning asosiy belgilaridan hisoblanadi. Ommabop uslubning radio, televideniyada ishlatiladigan ko'rinishi og'zaki ommabop uslub deyilsa, gazeta, jurnalda ishlatiladigan ko'rinishi yozma ommabop uslub hisoblanadi. Bu uslubda ijtimoiy siyosiy so'zlar ko'p qo'llaniladi. Nutq ta'sirchan bo'lishi uchun ta'sirchan so'z birikmalaridan, maqol, hikmatli so'zlardan ham foydalaniladi. Misol uchun, azamat paxtakorlarimiz mo'l hosil yetishtirish uchun fidokorona mehnat qilishyapti. Yoki ikkinchi misolga e'tibor beramiz. Partiya faollari o'zlarini navbatdagi majlis yig'ilishini o'tkazishdi kabi. Keyingi uslubimiz badiiy uslub. Bu 5-oxirgi uslubimiz. Badiiy uslubda voqelikni badiiy obrazlar, timsollar vositasida aks ettirib, tinglovchi yoki o'quvchiga estetik jihatdan ta'sir qiluvchi uslub badiiy uslub deb ataladi. Badiiy asarlar, nazm, nasr va dramatik asarlar badiiy uslubda bo'ladi. Badiiy asar kishiga ma'lumot berish bilan birga timsollar, obrazlar vositasida estetik ta'sir ham ko'rsatadi. O'lkamizda fasllar kelinchagi bo'lmish bahor o'z sepini yoymoqda. Badiiy uslubda qahramonlar nutqida oddiy nutq so'zlari, she'r va vulgarizmlardan ham foydalaniladi. Badiiy uslubning ikkinchi nomi aralash uslub hisoblanadi, chunki bu uslubda so'zlashuv va kitobiy uslubga xos o'rinlar ham uchraydi. Nutq madaniyati haqida. Nutq to'g'ri, aniq va yoqimli bo'lishi lozim. To'g'ri, aniq va yoqimli gapirish uchun mantiqiy izchillikka, badiiy me'yorlarga rioya qilish kerak. Nutq madaniyati deganda mantiqiy izchillikka, adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda to'g'ri, aniq va yoqimli so'zlash zarur. E'tiboringiz uchun rahmat.